Assalomu alaykum do'stlar, Rustam Qoriyev, sizlarning ustozinglar. Demak, men haqiqiy bir natijani ulashing, anchadan beri ingliz tilini o'rganishga qiynalyapman, so'z yodlashga qiynalyapman deganlar juda ham ko'plab savollarni berishyapti shu kungacha. Biz misol uchun mana Ramazon bilan qachon shug'ullandik siz bilan? 2 kun oldin. 2 kun oldin shug'ullandik. Nima qildingiz Ramazon? Qisqa aytib bering. Nima qilganingizni, usulni keyin o'z haqingizda aytib berasiz. Birinchi o'rinda shu Ibrat akademiyasi darsini ko'rdim. Yaxshi. Videolarni ko'rgansiz? Videolarni ko'rdim. Yaxshi, zo'r. Keyin Necha kun ko'rdingiz uni? Necha soat ko'rdingiz yoki? 20 daqiqa ko'rdim. 20 daqiqa ko'rdilar. Okay, keyin nima qildingiz? O'zim haqimda yozdim va o'zim takrorladim. Juda zo'r. O'zingiz haqingizda shu o'rganganlaringizni, shu kecha 20 daqiqa vaqt sarflaganingizni siz bilan dars bo'ldi. Ozgina aytib bering, tomoshabinlarga qiziq bo'lish uchun. Ya'ni ingliz tilini o'rganish qiyin emas deganlarga bir isbotlaylik. Shunaqa. Bilganingizcha, bemalol. My name is Ramazan. I am 23 years old. I am from Samarkand, from Narpay. I am a teacher. I am not married. My father is a businessman, and my mother helps my father. I am favorite color is dark blue. My favorite sports are big tennis and boxing. Thank you. Ya'ni ko'ryapsizlar, qisqa, xatolar bor, talaffuzda xatolar bor, lekin do'stlar 20 daqiqa o'tirib, o'zi o'tgan kuni meni oldimga keldilar, Rustam aka, men ingliz tilini o'rganmoqchiman. Nimadan boshlasak bo'ladi? Men oldingizda o'tirganim ham yo'q. Darslaringizni tekshirib berganim ham yo'q. Shunchaki Ibrat farzandlarini mana tayyor dasturlar qilingan. Odamlar qiynalyapti. Shuncha dasturlar tayyorlab qo'yganmiz, videolar qilib qo'yganmiz, ilovada qancha jamoa ishlayapti. Lekin qadriga yetmayotganlar ko'p. Hali ham o'rganmayotganlar, vaqtini bekorga sarflab shu savollar bilan bekorga vaqtini umrini o'tkazayotganlar ko'p desam, men aytganingizni qilaman dedilar. Tasavvur qilinglar, agar Ramazon 1 yil shu natijada 2 karra ko'proq ishlasalar, 2 karra ko'proq so'z yodlasalar, 2 karra ko'proq menga gapirib bersalar, lekin men bo'lishim shart emas. Xohlagan bitta siz darajangizdan kattaroq darajadagi ustoz yoki partnyoringiz bo'lsa, bo'ldi. Ya'ni xohish bo'lsa bo'ldi deydi-ku. Ramazon kattakon rahmat. Sizning ishlaringizga omad. Hoziroq qo'lingizga ruchka olasizlar, videolarni ko'rishni boshlaysizlar va izohlarda sizlar qanaqa natijalarga erishyapsizlar. Albatta, video shaklida jo'natsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Biza izohlarda ko'rsatib, boshqalarga namuna sifatida olib chiqamiz. Rahmat.